Do'stlar, barcha. Assalomu alaykum, sizlar bilan men yana o'sha Shoh Game. Bugun biz sizlar bilan 50 kun Minecraft yashaymiz va sizlarga bu yoqishi aniq, chunki bu 50 kun davom etadi. Real hayotda ham 50 kun, Minecraftda ham 50 kun. Qanamsam go, biz kuchayamiz va mana shu qorli orolda biz kuchayamiz. Mana shu qorli orolda biz kuchayamiz. Va keyingi qismlar ham shu joyda chiqadi. Qanamsam let's go. Qandoqlar endi biz daraxt chopamiz. Betlar, yo-moyo. O'tdim do'stlar, yaxshi. Betdan daraxt chopamiz, mana daraxt. Sovuq. Do'stlar, sizlarda ham qor yopdimi? Bizda qor yopdi. Daraxtni chopamiz do'stlar. Bu birinchi qism do'stlar, 50 ta qismdan bo'ladi va bu 50 ta qismdan keyin har bir video shu 50 qismli videolarimga har bittasiga 30 ta like bosilgan bo'lsa, men 100 kun shunaqa qilaman do'stlar. 100 kun. Do'stlar, kelayotgan yangi yilingiz bilan tabriklayman. Tamizkir yasaymiz va sindirib turib pastga let's go, pastga ketamiz. Sizlar nezirga deb o'ylamanglar. Tosh ko'lagani ketamiz, tosh ko'laymiz. Tosh olamiz do'stlar. Do'stlar, kommentariyaga yozib qoldiringlar. Yana qanaqa o'yinlar o'ynayman? Men sizlar aytgan o'yinni o'ynayman. Axir siz obunachilarimsiz-ku. Videoga like bosib obuna bo'ling do'stlar. Aniq komment yozsanglar bo'ladi. Yozsanglar men sizlar xuddi aytgan o'yinni topaman. Qayerdan bo'lsa. Faqat pulli o'yinlarda emas, mana shu telefonga o'rnatiladigan o'yinlarni kommentga yozib qoldiringlar. Masalan, Roblox, Minecraft, FIFA, PUBG yozaverasizlar do'stlar. Kommentga eng ko'p yozilgan o'yinni men chiqaraman do'stlar. Masalan, PUBG ko'p yozilgan bo'lsa, PUBG videosi chiqaraman. Minecraft ko'proq yozilgan bo'lsa, Minecraft, FIFA yoki FIFA ko'proq yozilgan bo'lsa, FIFAni. Shuning uchun like bosib qo'yinglar va obuna ham bo'lib qo'yinglar. Bizdan uzoqlashmaslik uchun obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Hammasini mana shu inventorga solamiz va qo'limizga qoldamiz. Do'stlar, videomiz mana shu Minecraftdagi tun tushguncha bo'ladi. Yo'q, unda juda ham qisqa bo'lib qolar ekan. Shuning uchun bizning eng katta maqsadimiz bu o'yinda uyimizni qurish. Uy qurgandan keyin bizning videomiz tugaydi do'stlar. Maqsadimiz uy qurish. Bu videodagi maqsadimiz. Keyingi videodagilar olmos topish bo'lar yoki oltin, temir bo'lar. Shuning uchun like bosib qo'ysangizlar arziydi lekin. Ya, qanday chiqadi betdan chiqmayman men. Teknologiya. Daraxtlarni bir stak qilishimiz kerak. Bir stak. Tutar bir stak nechaligini barcha bilsa kerak. Minecraft yerlarining 64 ta bo'ladi. Videoga like bosib qo'yinglar. Kristaldan ham bosib qo'yinglar. Obuna bo'lib qo'yinglar. Nega men har bitta videomda uning kanalini obzor qilaman. Chunki u mening qarindoshim do'stlar. Menga ham obuna bo'lib qo'ysanglar bo'lar. Arziydi, u ham menga o'xshagan. Minecraft o'ynaydi, Stick War, Stickman Ready o'ynaydi.
Pizza ready. Onun kanaliga ham o'tib obuna bo'linglar. U ham har xil o'yinlarni o'ynaydi. Ungacha men uning kanal obzor qilguncha men 37 ta daraxt chopdim. Yoki 40 tami. 40 bitta mana. Endi aniq. Do'stlar, nega Kolibiyondan chiqib ketding deshingiz mumkin. Kolibiyon mana meni esa bu yoqda daraxt u yoqda mana bunaqa daraxt yo'q shunga. Kolibiyondan oddiy biyomga o'tib daraxt chopyapman. Do'stlar, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Kanalimiz rivoji uchun. Biz yangi yilgacha 100 ta obunachi bo'la olamizmi yoki yo'qmi? Menimcha bo'lmaymiz o. Bo'la olmaymiz o menimcha. Nega deysanmi? Nega deb so'rashingiz mumkin. Bizda hali 68 ta obunachi bor. Yangi yil juda kam vaqt qoldi yangi yilga. Shu 4, 5, 6 kunlar qoldi do'stlar. Yo'q, qo'y kerak bo'ladi. Yotoq yasaymiz. Yo'q do'stlar, уже 1 stak bo'pti. Unda biz uy quramiz. Men buni 20 ta qilib yetmay qolsa men daraxt cho'ppaga kiyim kelmayapti do'stlar. Erinayapman. Uni mana shu daraxt chop bo'lib, kolibiyomga o'tib turib, uy quramiz va sandiqqa mana shu qoqlarni olib ketishik. Sandiqqa 64 ta tosh va 64 ta daraxt olib kelib qo'yamiz. Qolsam, let's go. Ketdik do'stlar. Voy. Bitamiz. Uyimizni endi katta ko'rsak bo'lardi. Mana shu chonga yo'q, chon emas ekan bu. Muzlab qolgan ko'lmakcha ekan u. Do'stlar, oddiy biyomga yaqin qilishimiz kerak uyda. Nega deysizmi? Biz u yerdan daraxt chopib kelamiz. Bizga daraxt kerak-ku do'stlar. 1, 2, 3, 4 ta qilamiz. Va bu yoqqa o'tamiz. 1, 2, 3, 4 ta. Mana bitta qilamiz. 1, 2, 3, 4 ta. 1, 2, 3, 4 ta. Mana shu yermi? Ha. 2 ta, 3 ta, 4 ta. Barchasiga daraxt yasamaymiz. 2 stak qilib mana endi bu 2 stak. Yo. Yiqilib ketishimga sal yana qoldi-yu do'stlar. Yana shunaqa bo'ldi. Safe. Yo do'stlar. Boltam sinay deb qopdi-yu. Yo do'stlar, bizning ikkinchi qismda nima topaylik? Birinchi qismda biz birinchi maqsadimiz uy quramiz. Ikkinchi maqsadimiz balkim olmos topish bo'lar. Balkim oltin yoki kon topish. Yo do'stlar. Mana shundan quraveramiz. Ambiyatga boramizda mana shundan hatto qo'yamiz. Bu yoqqa qaraymanda do'stlar. Yo. What the heck is that, bro? Yes, sir. Bizning eshigimiz. Mana shu yerda bo'ladi. Mana shu yerda. 2 talik qilamiz. Endi bizga bel kurak kerak bo'ladi. Verstakni olamiz va bu yerga qo'yamiz. Bitta sandiq va voy. Endi qo'yamiz va biz endi lopatka yasaymiz.
Yo, kesham tushyapti. Do'stlar, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Axir videolar tez chiqyapti-ku. Nega obuna bo'lmaysizlar, tushunmadim. Do'stlar, bu bilan sizlarni yomon demoqchi emasman. Sizlar eng zo'rsizlar, obunachilar. Meni tezda 60 ta obunachi yapib chiqib qo'ydinglar. Shunga ham rahmat do'stlar. Bizga tosh 30 ta bor ekan. 30 ta tosh yetarmikin? Eshik yasaymiz. Bitta tosh qo'yamiz va eshikni qo'yib turib kiramiz. Mana buni ham yopaylik. Endi betlarni ham quramiz do'stlar. Toshimiz qolmadi deyishim. Endi biz pastga tushamiz. Yo. Shu yetishmay turadi o'zi. Shu kamchilik qilayotirdi. Suv. Betda ham suv bor. Yo'qmi? Yo'q bo'lsa bizga yaxshi-ku do'stlar. Biz betdan endi 64 top chiqamiz. 64 20 ta. Kirkamiz 2 ga bo'lib ketsa kerak bungacha. Yoki уже 50 ta bo'ldimi? Yo'q, 20 ta bo'libdi-yu. Ya'ni 26 ta. Do'stlar, mana shu katta jon quramiz. Do'stlar, kommentga yozib qo'yinglar. Ikkinchi qismda mana shu katta uzun kon quraymi yoki olmos topaymi yoki uyimni kattalashtiraymi? Kommentga yozinglar do'stlar. Xolagancha. Ko'mirmi? Yaxshi ko'mir. Ko'mir topdim do'stlar. Ko'mir olamiz. Ko'mirlarni barchasini sindirib olamiz. Do'stlar, barcha ko'mirlarni olamiz bu yerdagi. Do'stlar, bizda tayoq bor ekan, unga fakl yasaymiz. Qani tezda olib olamiz bularni. Yo, kon. Do'stlar, biz buni uzaytira olmaymiz boshqa, chunki bu yerda kon bor ekan. Kech tushyapti do'stlar. Уже kech tushib bo'libdi. Do'stlar, like bosib buni qo'yinglar. Bo'ldi, betdan ketdik. Shunday chiqamiz. Betdan tepaga chiqamiz. Mana verstapni tagini ham qurdik. Endi betlarni tezda quramiz. Yo. Yaxshiyamki bizda daraxt bor ekan. Endi betdan barcha daraxtlarimizda tomni quramiz. Do'stlar, hozircha men shepherdni qurmay turaman. Chunki sizlar kommentga ikkinchi tashqur deyishingiz mumkin. Shuning uchun qurmay turaman do'stlar. Boyagi fakelni yoritish uchun qo'yaman va barchasini solaman. Do'stlar, like bosib qo'yinglar. Do'stlar, videoni shu joygacha ko'rganingiz uchun barcha rahmat. Birinchi qism tugadi. Hali bu birinchi qism tugadi degani emas. Birinchi qism tugadi to'g'ri, lekin hali bundan keyin yana 49 ta qism bor. Ularni barchasini chiqaraman do'stlar. 50 ta qismning barchasini chiqaraman.
Bugungi maqsadimiz uy qurish edi va mana men uy qurdim. Ikkinchi qismdagi maqsadimiz nima bo'lishini yozib qoldiringlar kommentga. Qani bo'lsam videoni tugatamiz. Shu joygacha videoni ko'rib kelganingiz uchun barchaga rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosib qo'yinglar va obuna ham bo'lib qo'yinglar. Tugadi do'stlar.